Dada, shoshilib turibman, nima qilyapsiz? Nima qilganim? Sen nima ish qilding? Qayerga shoshayotganingni bilmaydi deysanmi? O'sha qanjig'ini oldiga shoshyapsanmi? Ha? Hozir kelinga nima deding? Onangni deb so'kdingmi? Padaringga la'nat dedingmi? Harom dedingmi? Dada, endi bu keliningiz bilan meni o'rtamizdagi gap. Siz aralashish shartmi? Yo'q. Bu oilamizdagi gap. Shundaymi? Kimni padariga la'nat deding? Otasi bir umr yetti bukilib ishlab, bir qizni voyaga yetkazib, senga xotinlikka bergani uchun padaringga la'nat dedingmi? Ha? Yoki onasi qizini kiprigida katta qilib, senga xotin qilib berganligi uchun onasidan so'kding. Harom dedingmi? Kelinim nima harom ish qildi? Men bu qizni senga halol to'y qilib nikohlatib olib berganman. Senga ikkita farzand tug'ib berdi. Shuning uchun harom dedingmi? Harom deb bilasanmi kim aytadi? Ikkita bolang bo'la turib, oilangni buzmoqchi bo'lganlarga harom deb aytiladi.